Mana hozir namozxonni ko'pligini ko'ring. Alhamdulillah, bu baxt. Bu baxt. Lekin shu jay namozi ustida o'tirgandek yaxshi odam bo'la olyapmizmi tashqarida degan savol bor. Mana masjidda o'tirganlar, men o'zim ham, hammamiz. Chetda mana hozir jay namozi ustida men ko'p aytaman, musulmonni yaxshi yomonligini umuman ajratib bo'lmaydi. Voy kimi yomon deysiz mana hozir? Kim aytasiz? Kimi yomon deysiz? Hamma zo'r. Taqvoda, zikrda, ma'ruz eshitgan, mashinada o'tirilib. Avvalo ixloslarga rahmat. Ajratib bo'lmaydi hozirda kim yaxshi, kim yomon, kim fosiq, kim munofiq, kim musulmon. Chunki jay namozi ustiga munofiq ham chiqadi, fosiq ham chiqadi, musulmon ham chiqadi. Qatta bilsa bo'ladi, hozir juma tugasin, tashqariga chiqaylik, keyin ma'lum bo'ladi. Tarqayotgandek odobida, farosatida, bir-biriga hurmatida, uyga kirganda erligida, do'konga kirganda savdogarligida, muomalasida, qo'ni-qo'shnichilikda, farzandlikda keyin bilinadi. Ha, hali hozir jumada o'tirgan shukrulloh bor-u. Ha, bu haqiqatda jay namozi ustida o'tirgan musulmondek musulmon ekan. Yoki u masjidda musulmon ekan xolos. Qatdan ajratsa bo'ladi desa, salom beradi, musulmonligi to'xtaydi. Ayka chiqadi, boshlanadi. O'sha eski tog'ora, g'iybat, yolg'on, kibr, aldov, xotinga zulm, ota-onaga baqir, do'konda alda, yolg'on gapir va hokazo va hokazo. Hozir bilinmaydi, umuman bilinmaydi. Hozir ajratib bo'lmaydi musulmon kim, fosiq kim, munofiq kim, yaxshi kim, yomon kim. Hayotda bilinadi ana joyda. Boy bilan boshqacha, kambag'al bilan boshqacha ko'rishdimi, tamom bo'ldi o'sha odam. Bu rasvo odam degan. Hozir jay namozida o'tirib olib kirib, keliniga zulm qilib, xotiniga zulm qiladigan masjidda bir hojdada bo'ladigan bo'lsa, kim u? Buyoqqa oladigan bo'lsa. Ana musulmonligi faqat masjidda ya faqat ihrom kiyib yurganda emas, butun hayotiy faoliyatida musulmonligi bilinsin.